Assalomu alaykum aziz birodarlar. Kuninglarda xayrli va barakatli bo'lsin. Hozir sizlarga Nissan Leaf'da salonini ko'rsatamiz. Hop, orqadan boshlaymiz. Asosiysi oldini keyinni maqtaymiz. Orqasi ko'rinishlari bejiviy salon bo'lgan, oldin bejiviy bo'lgan. Mana uni kim qoplatdilar. Hop, o'tirganingizda rasam yumshoq, sideniyasi ichida yaxshi o'tirasiz. Har qalay tizimli joyi. Hop, ko'rib turganinglardek oldiga ozgina surish kerak ekan. Hop, oldi ko'rinishlari salon chiroyli ishlaydigan. Yopilishi ham ovozlari chiroyli. Buni o'zi qo'lda qilinadi. Ko'tarishi oldi tepa, orqa oldiga bunisi ishlatilar ekan. Ruchnoy tormoz oyoqda, tormoz, gaz. Bularni soatga qo'yish, zaryadchi qopqog'ini ochish, orqa kapotni ochish. Bu ovozini o'chirib qo'yish. Mashinaning sun'iy ovozini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu bokovoy oynalarni boshqarish, bu driver reset. Kilometrlaringiz yurishingizni aytib berib turadi. Chiroyli yopiladi. Shipkalari chiroyli qilingan. Bu yumshoq, manolari ham yumshoq qilingan. Yomon bo'lib ketmaydi. Qo'l ushaladigan joylari. Ruli oddiy rul. Kruz kontroli yo'q. Hop, torpedkasi. Bu torpedka yumshoq. Yumshoq qilingan. Yumshoq plastikada. Hop. Climate control. Tushunasizlar, pechka, konditsioner. Bu bo'sh, start stop. 12 voltli rozetka, USB, AUX. Hop, Eco rejim. Eco. Скорости tablisasi, jadvali ko'rinishi, qanaqa qilib burilishi. Orqaga yurmoqchi bo'lsangiz, oldiga D'ga urasiz, yana B'ga. Ushlab tursangiz neytral bo'ladi. Parkingni bosib qo'yasiz. Demak, orqaga, oldiga D, sportniy rejim, B'sida, ekonomik rejim, rekuperatsiyasi ko'proq bo'ladigan rejim B'da bo'ladi. Neytral qo'ymoqchi bo'lsangiz, neytral qo'yib turib, N yonadi, mashinani o'zini itarib, yetalab ketsa bo'ladi. Xo'p, endi mashinamizni yopamiz. Xo'p, monitorlari kilovatlarni ko'rsatadi. Bunda bu maksimal tezliklarini. Hop, monitori ruschalashtirilgan, rusifikasi. Boshqarishingiz bo'laveradi. Android. Orqaga qaytish. Musiqa. Orqaga qaytish. Tushirib qo'yish. Настройкасы. Ruscha. Настройкasidan xohlagan nimani настройка qilaverasiz. Ruscha hammasi. Bluetooth ulashingiz mumkin. Kilometrlarni aytadi. Navigatsiya bizda ishlamaydi. Demak. Hop. Yana qo'shimcha narsalar yuklashingiz mumkin bo'lishi kerak. Diktafon, telefon, muzika, kalendar, kalkulator, videosi bor ekan, mana videolari ham bor. Rising star, and XY Auto Insight has become a synonym for innovation and quality of automotive central control.
videolar bor, yuklab olsangiz, mana video list. Ko'p narsani yuklab video ko'rishingiz mumkin. Hop, fayl papkasi bor ekan, nastroykasi bor ekan ichida. Mana hozirgi holat. Radiolari ham bor, radiolari. Radiosi ham ishlaydi. Xullas, ancha yaxshi. Konfiguratsiyasi. Xo'p, ruschalashtirilgan monitori. Bu Nissan Selfie'da shunday nimasi bor ekan. Demak, Nissan Selfie'miz jihozlari. Bu oyna yuvishi, faralari, bokovlari, bu zaryadchik, kapot, ovozni o'chirib yoqish. Hop, bu monitor displeyni boshqarish, ichidagi nastroykalarni, soatlarni to'g'irlash va mana shu monitorchani boshqarish. Hop, avarinkasi bor ekan. Bo'ldi, chiroyli qilib soddalashtirib qo'ygan ekan. Bardachok bor ekan. Bardachok kichikgina bardachok. Demak, sizlarga qo'limizdan kelganicha Nissan Selfie'da ichki salonni ko'rsatishga harakat qildik. Mana indikatorlari o'sha zaryadga olayotganda birin-ketin yonib, oxiri uchinchisi yonib bo'ladi. Orqalari ham keng. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Inshaalloh yaxshi kunda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.